Assalomu alaykum qadrli o'g'illarimiz, charchamayapsizlar. Kechiktirganga qaramasdan yana bugungi kunda bayram kunida xudo xolisa 59-asakamizga 59-maktab orqasidagi domlarni domlariga yetib kelganmiz. Farzandlari nomida onajonasini xursand qilamiz. Bayram arafasida. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda ruhborim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimda ruhborim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmating bor. Yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Vaqtimga onam yana badargalar bor, beringlar ey. Nuri onamdir. Bugun tug'ilgan kunmi yo bayram onami? Tug'ilgan kunimi? Ha? Bola yaxshimisiz? Tuzlumisiz? Charchamayapsizmi? Tug'ilgan kunlaringizmi? Shukrona kuningiz bilan. Payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimanglar, hech qachon kasal ham bo'lmanglar. Chunki sizlarni qarishinglarga ham, kasal bo'lishinglarga ham haqqinglar yo'q. Bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan sizlarni shu xonadondagi jamiki opa-singillarimiz, onalarimizni bizni tabrik asaka jamoasi nomidan sizlarni tabriklaymiz. Xudo xolasa bugun bayram boshqacha bo'lyapti. Endi ham tug'ilgan kun, ham bayram ekan. Tumodinglarmi ishqilib qolib? Keling, yaqinroqqa chiqing qolib. Tumodinglarmi ishqilib? Bir aytib qo'ymadim, mana bolalar keladi. Bu farzandlaringlar bizni anchadan beri ijtimoiy tarmoqda ko'rib, kuzatib, niyat qilgan joyi bor edi ekan-da. Mana bugun kunlikda Xudo xolasa niyatlari amalga oshyapti. Anchadan beri kuzatib, like bosib shunaqa niyat qilib qo'yishdi ekanda, onamning tug'ilgan kuniga 8-mart kunga borasizlar deb aytdi. Xudo xolasa mana xonadoninglarga yetib keldik, ro'zalarda qiynalmay kutyapsizlarmi? Bahorlarga chiqib olib, eson-omon, ha? Salomat bo'lsanglar bo'ldi, sog' bo'lsanglar bo'ldi. Xola qarang, hozir gul do'konga bordim-da. Gul do'konga borsam, gullar rosa ko'p edi. Hozir men aytgan gullar ichida eng chiroyligi menman deb ajralib turadigan to'xta sen adashyapsan. Hozir 59-maktab orqasidagi domlarda bir xolam bor dedim. Xolamning chiroyini ko'rib o'zingni o'zing hijolat topolmasang bo'ldi. Qarang, bu gullar sizni chiroyingizni ko'rib o'zingizga hijolat bo'lyapti. Xudo xolasa gullarda ochilib yuring, hech qachon qaramang, kasal ham bo'lmang. Hozir bitta niyat qilib qo'yapman, xola. Xudo xohlasa 100 ga kirganinglarda ham bizni shu xonadoninglarda yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qaramagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzinglarga ajin tushmagan holatida kelinglar bolalarimda kutinglar, biz kelaylik, tabriklaylik, shu kunlarga yetkazsin. Xudo xolasa umra safarlariga, katta hojilarga sertifikatlar qilib bersin. O'zimiz ism familiyalargacha o'qib topshirib jo'nataylik. Borib kelganinglarda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda, chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni tabrik asaka jamoasiga nasib qilsin va shu kunlarga yetkazsin. Va yana bitta niyatimni qo'shib qo'yapman. Xudo xolasa bitta chiroyli Inamarka mashinasiga oldiga onajonimga deb yozib olib kelishlik nasib qilsin. O'zimiz o'sha Inamarka mashinasini kalitiga chiroyli qizil bantuylarni chugib, mana ona deb chiroyli qo'shiqlar bilan topshiraylik va shu kunlarga yetkazsin. Sizlar ham ichinglardan niyat qilib qo'yasizlar. Sizlarda ham shunaqangi yaxshi kuninglarda, chiroyli kuninglarda bizni tabrik asaka oilasi kelib, sizlarda ham bundan chiroyli podarkalar bilan topshirib xursand qilib ketishlarni nasib. Xola nechta farzandlar? 5 ta. Hozir qarang, 5 ta farzandingizni nomidan bir dona she'rim bor-da. Bu qizlaringizga yoqib qolgan. Shu she'rni ijro qilmasangiz kelmay qo'yavering bizni xonadonga. Yo'q, boraman dedim. Xudo xolasa bu she'r sizlarga ham farzandlaringizning nomidan. Bugun bayram deb bo'lsa, Xudo xolasa ijro qilib beramiz sizlar uchun.
boshim qo'yay bugun pok poyingizga, qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jonim, boringizga shukr deyman boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona boringizga. Qalbimdasiz doim mening jonimdasiz, qayda bo'lsam hayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz, boringizga shukr ona boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan noyon jafoyimdan, umringlarda so'ray qodir xudoyimdan, boringlarga shukr deyman boringlarga. Boringlarga shukr deyman boringlarga shukr qiladigan shunday farzandlaringlar hamisha salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi xolos sizlarga yana bir dona qo'shig'imiz bor. Ayting desanglar aytamiz, aytmang desanglar majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasizlar. Ijro qilaveraylikmi? Bugun bayram munosabati bilan sizlar uchun bu qo'shiq. Boshqacha odam maza qilaveradi. Bugungi albatta xola bugungi kunda qahramoni sizlarsizlar. Bugungi kundagi chiroyli dasturxonlar, chiroyli gullar, tortlar faqat sizlar uchun. Xudo xolasa bugundan boshlab miyalarda qanaqangi g'am tashvishlar bo'lsa, bir chekkaga shunday chiqarib orasizlarda hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasanglar, shuni o'zi katta baxt. Alo Avazog'i aytganda yashaversanglar bo'ldi, xudo xolasa. Yelkalardan havo ag'darilganda bo'ldimi? Biz maqsadimizga erishdik, chunki bu dunyoda ota-onalarimiz uchun qancha e'tibor berib, qancha sovg'a salomlar qilib, qancha ko'nglini olsa, shuncha kamda bu narsalar ertaga bizga ham farzandlar tomonidan qaytadi. Xudo xolasa. Xonadoninglarda shunaqangi xursandchilik kuninglar ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Bizni tabrik asaka jamoasini aytish albatta esinglardan chiqmasin. Yana bir bora shu xonadondagi barcha opalarimizni va onalarimizni bizni tabrik asaka jamoasi nomidan bayram munosabati bilan tabriklab qolamiz. Hammanglarni bayraminglar muborak bo'lsin. Xudo xolasa. Sog' bo'lsinglar bo'ldi. Xola shu yerga bizni chaqirgan, olib kelgan shu farzandlaringlarning haqqiga bitta chiroyli duo qilib qo'ysanglar, esdalik bo'lib qoladi inshaalloh. Bitta duo qilavering. Alhamdulillah.
Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Avvalam o'zingsan, oxiram zohiram o'zingsan. Botinam o'zingsan, 18 ming olamlarda yaratgan ulug' zot ham o'zingsan. Bizlarni esa oliy ne'mat ona qilib, volida qilib, oyoqlarimiz ostiga jannatlarda barpo qilib qo'yganingga alhamdulillah shukr. Shunday ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat qilib qo'yganingga alhamdulillah shukr. Ko'rmichalarimizni sog' qilib, ko'zlarimiz ko'rganda quvonadigan shirindan shakar, o'g'il qiz farzandlarni bularni orqasidan kelin kuyovlarni bularni orqasidan esa chiroyli o'g'il qiz nevaralarni berganingga alhamdulillah shukr. Mana har bir onani Alloh shunaqa chiroyli kunlarga yetkazsin. Mana bizga shunaqa chiroyli kunlarni bergan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Bu ishlarni tashkil qilgan birinchi o'rinda Gavharoyim qizim, tanajonlari sog' bo'lsin, o'g'lim bilan qo'sha qarisin. Farzandlarini rohatda ko'rsin. O'g'illariga chiroyli kelinlarni olsin, o'zidan ham chiroyli xizmatlarni qilsin. Allohim qizlariga butun baxt yiqilmaydigan taxtlarda ato qilsin. Meni hurmat qilib kelgan Xudo opa, qo'shni singillarimiz hammalari tinch bo'lsin. O'g'iljonlarim ham qadamlariga hasanot, ajr savoblarni bersin. Bundan-da nafaslari o'tkir bo'lsin. Elda og'ziga tushib, elda ardog'ida aziz va mukarram bo'lib yuringlar. Sizlarni ham shunday onalar tuqqan, bizga o'xshagan avvalo onalaringga rahmat deyman. Sizlarni hamisha Allohim mana shunaqa xonadonlarga taklif qilib ko'p sizlar bilan didor yurishni Alloh taolo nasib etsin, aylasin. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qilayotgan ibodatlarda, o'qiyotgan Qur'onlarimizni Alloh duolarimizni ijobat qilib kelasi yilga Allohim mohir Ramazonlarga mana shunday o'tirishlar bilan qatorimizdan xato bo'lmasdan, sog'likda, tinchlikda, ofiyatda, xotirjamlikda, dili beg'amlikda, yana yaxshi kunlarda ko'rishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Allohim barchamizga xotirjamlikni bersin. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh rozi bo'lsin. Albatta salomat bo'linglar. Endi bayramni maza qilib tug'ilganingizni sizdan o'tiring. Alloh hozir yana bitta ona kutyapti. Bugun xizmatlarimiz ko'pligi uchun kech qolib ketdik bu yerga. Xudo xohlasa yana bitta ona kutyapti. O'shaga bormasam jalbab boradi. Sizlar bemalol yaxshi o'tkazib olinglar. Xudo xohlasa aytganinglar kelsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Xo'p.